Salom odamlar, sizlar bilan yana Pesserboy. Uzoq vaqtlik tanaffusdan so'ng ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Men challenge boshlaganman, ya'ni eFootball'dagi barcha sxemalarni birma-bir ko'rib chiqib, qaysi bir eng zo'rini aniqlash uchun bugun birinchi kun va bugun biz sizlar bilan alohida noodatiy sxemani ko'rib chiqamiz. Hi people, this is Pesserboy and I'm really glad to see you again. So I started the challenge that which I can play all formations in division matches, and in order to know which formation is the best, so this is day one and we are going to start with 4-1-4-1. Yaxshi sxemalar ko'p bo'lishiga qaramasdan aynan shu sxemadan boshlashga qaror qildim, chunki bu sxemani plus va minus tomonlarini hali ko'pchilik ko'rib chiqmagan. Asosiy plusi shuki, istalgan murabbiy va istalgan o'yin usuli bilan o'ynashingiz mumkin. Bu yerda individual instructions o'zingizga qarab moslab olishingiz mumkin. Demak, sxema haqida to'xtaladigan bo'lsam, sxemada bitta build up center back, bitta destroyer center back, bitta attacking full back, bitta defensive full back bo'ladi. O'rtada bitta DMF ga anchorman qo'yishingiz kerak bo'ladi, yoki box to box o'zingizning holatingizga qarab bo'lsa anchorman yaxshi bo'ladi. Xo'p, ikkita emas, 4 ta EMF bo'ladi, ya'ni qanot bo'lmaydi. Qanot o'rniga ham EMF ishlatamiz va bitta goal poacher hujumchi bo'lish kerak bo'ladi. Yoki goal poacher agar bo'lmasa, advantage striker ham bo'ladi, lekin focus in the box xato narsa. Qani bo'lmasam ketdik. Bu sxemani o'yindagi holatini ko'ramiz. Demak, biz 4-1-2-3 sxemasiga qarshi o'ynab ko'ramiz ekan va ko'rasizlar, o'yindagi holatini, sxema qanday ishlaydi. Hozir hammasini ko'rsataman. Mana hujumga ahamiyat bering, ochilishiga ahamiyat bering. Asosiy narsa bu yerda siz maydon markazidan turib pressing qilasiz. 4 ta o'yinchingiz maydon markazida to'pni olishga harakat qiladi va buni uddalaydi ham. Ko'rib turganinglardek, hujumda paslar ham ancha variant ko'p bo'ladi pas o'ynashga ham. Bu sxemada eng asosiy yutgan tomoningiz hujumda variantlaringiz juda ham ko'p bo'ladi. Mana shuncha variant. To'pni yo'qotgan joyingizda qaytarib olish ehtimoli juda baland bo'ladi va bum. Faqat maydon markaziga bog'lanib qolmaysiz, EMFlaringiz qanotga ham o'tib turadi. Bu sxemaning himoyadagi minus tomoni shundaki, kattakon bo'shliqlar ochib qo'yishi mumkin. CMF yoki DMF ning kamligi qarshi hujumlarda minusga ishlaydi. Navbatdagi raqibimiz 4-2-2-2 bo'lar ekan. Ko'rib turganlaringdek, hujumkor. Boya aytib o'tganimdek, DMF ning bittaligi tufayli tezkor hujumchilar oldida himoyaning kamligi pand berishi mumkin. Iloji boricha maydonga bo'ydor o'yinchilarni qo'ying, yo'qsa havoda sizga pand berib qo'yishlari mumkin. Lekin bu siz hujum qila olmaysiz degani emas. Maydon markazidanoq pressingga ahamiyat bering. Agarda siz pressing qila olish qobiliyatingizga ishonsangiz, mana bunday natijaga erishasiz. Hujumdagi variantlarning ko'pligi sizga juda ham ko'p shanslar berishi mumkin. Agar to'g'ri pas bera olish qobiliyatingizga ishonsangiz, mana bunday tiki-takalar sizga anchagina foydali bo'lishi mumkin. Oh my god. Bu yog'iga o'yinni ko'rib zavqlaning va bu sxema haqidagi to'liq fikrimni videoni oxirida aytib o'taman. Iltimos like bosib, obuna bosib, qo'llab-quvvatlashni unutmang. Videoni oxirigacha ko'ring. Rahmat.
Demak, bu sxema haqidagi meni fikrlarim, plus tomonlari sizda hujumda variantlar juda ham ko'p bo'ladi va hujumkor o'yin namoyish etasiz. Gollarni ham ko'proq urishingiz mumkin agar pas berish qobiliyatlaringiz, tiki-taka qobiliyatlaringiz kuchli bo'lsa. Minus tomoni nima? Minus tomoni himoya jihatda, ayniqsa qarshi hujumlarda kattakon hududlar ochilib qolishi mumkin. Agarda siz himoyaviy usullarim kuchli desangiz, sizga mana shu sxema juda ham mos keladi. Ya'ni bitta DMF va 4 ta himoyachi bu juda ham oz degani emas, lekin agarda siz himoyada yaxshi eplolmayman desangiz, bu sxema siz uchun emas. Agarda siz himoyani yaxshi eplayman, aql bilan, IQ bilan ishlayman, menga hujumga variantlar kerak desangiz, aynan 4 ta EMF'li sxema sizga juda ham ideal mos keladi. O'yinda ko'rdingiz, o'yinchilar juda zo'r ochiladi. Meni fikrim, plus tomonlari shu, variantlar ko'p bo'lishi, minus tomoni esa himoyadagi ozgina kamchiliklar. Keyingi videoda qaysi sxemani ko'rib chiqishimiz bu sizga bog'liq. Buni siz tanlaysiz. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Qaysi sxema sizga kerak? Qaysi sxema ko'p yozilgan bo'lsa, o'sha sxemani keyingi videoda ko'rib chiqamiz.